Shunaqa. O'zi ikki jonimiz-ku bitta uyga sig'may qolganmiz. Ish bilan biror yoqqa ketadigan bo'lsam, unga bayram. Uyda o'tirib qolsam, qachon ketasiz? Qachon ketasiz so'ragan. Opa, ayb o'zingizda. Rayga hadeb qaraverib, o'z boshimcha qilib o'rgansiz. Mana endi azobini tortyapsiz. Nima qilay? Ko'zimning oq-qorasi yolg'iz o'g'lim bo'lsa, ko'ngliga qarayman-da. Oldilari durust edi. Kattaroq bo'lgan sari onaga so'zini bermay qo'yapti. Urushadigan bo'lsam, uydan ketib qoladigan odat chiqargan. Mana shunaqa ketidan yaldib boraversangiz, battar rasvo bo'ladi. Bormay ilojim qancha. O'z holiga tashab qo'ysam, yomon yo'lga kirib ketishi hech gap emas. O'g'il bolani qayirib turadigan otasi bo'lmasa qiyin ekan. Anu havarang darvoza oldida to'xtat. Qodirjon? Assalomu alaykum Sog'roqxon opa. Keling. Va alaykum assalom. Aziz shu yerdami? Ha, shu yerdaman. Basharang qursin bola bo'lmay. Boradigan joyini aytib ketsang o'lasanmi? Kechadan beri seni qidirib adoy tomon bo'ldim-ku. Bugun bormoqchi edim. Mashina tuzaldi hisob. Ozgina ish qoldi. Ozgina ishi? Hoziroq oldimga tush. Tur o'rningdan. Seni deb men ham tog'angam ishda qolib o'tiribmiz. Bo'l tez. Xo'p, baqirmang. Hamma balo mashina jinsi ekanligingda. Dars tayyorlash o'rniga ertayu kech mana shu qurib ketgur kitoblarga yopishib o'tiribsan. Mana oqibati, yana imtihondan yiqilib kelding. Agar o'zim xohlagan institutimga kirishga ruxsat berganingizda, allaqachon o'qib yurgan bo'lardim. Eski gap qo'zg'ab, yaramga tuz sepma. Otangni boshiga yetgan mashina ekanligi bila turib, shu sohaga kiraman deysan-a? Onang sho'rlikka rahming kelmaydimi? Adang avariyaga uchragan deb avtomobilsozlik institutiga yaqin yo'latmaslik, g'irt tentaylik. Falokat oyoq ostida deydilar. Buni kasbga nima aloqasi bor? Mashinadan nariroq yursang, falokatdan uzoqroq bo'lasan. Menga doktorlik umuman yoqmaydi. Axir zig'ircha ham qiziqishim yo'q. Tushunsangiz-chi, mendan baribir doktor chiqmaydi. Axir qoramoyga botib yurgandan ko'ra, oppoq xalat kiyib, bemorlarni davolagan ming marta afzal-ku. Shu oppoq xalatingizdan ko'ra, mashinani qora moyi menga afzal. O'jar bo'lmay ket. Onani rayiga qaramagan bolani kosasi hech qachon oqarmaydi. Bilib qo'y. Oqarmasin. Bilaman o'g'lim. Senga ham qiyin. 2 yildan beri o'qishga kira olmay ezilib ketding. Lekin seni shu ahvolda ko'rish menga ming chondan qiyinroq. Hamma tengqurlaring o'z yo'lini topib ketdi. Sen bo'lsang shu paytgacha laqillab yuribsan. Javrashlaringiz jonimga tegdi. Men sizga yosh bola emasman. O'z holimga qo'ying, yo'limni topib ketaman. Javrasam, sen odam bo'lgin deb javrayman. Bildingmi? Qachongacha bekorchi xo'ja bo'lib yurmoqchisan? Bo'pti. Sizga og'irligim tushayotgan bo'lsa, ketaman shu yuzdan. Nima? Hech qayerga ketmaysan. O'tirasan shu uyda. Qancha ursaman, so'ksaman, chidaysan. Bildingmi? Xuddi aytganimni qilmay ko'rchi. Nima qilar ekanman seni? Menga aql o'rgatgandan ko'ra, baqirmasdan gapirishni o'rgansangiz bo'larmidi? Ona bo'lgandan keyin baqiradi. Bildingmi? Sen meni og'zimga urmagin. Aziz! Aziz! Soat 9dan oshdi, tur endi. Men ketishim kerak. Aziz! Garang bo'lib qoldingmi? Oyi, men Sharxonga amamga ketyapman. Xarxirshalaringizga chidashga ortiq holim qolmadi.
Sal hovlingizdan tushganingizdan keyin qaytaman. Yaramas. Javlon, Labbay. Kechirasiz. jiyaning meni kuydirib adoyi tamom qiladigan bo'ldi. O'rtoqlarnikiga ketib qolishi yetmagandek, endi Sharxonga qochib boribdi. Adasini buzuv mashinasi ammasinigida qolib ketgan. O'shani olib kelaman deb nuqul hiqillab yurardi. Ijozat bermasdim. Mana endi o'z boshimcha. O'z bilganidan qolmay, o'sha yoqqa jo'nab boribdi. Opa, endi bola kattaroq bo'lgandan keyin o'zicha mustaqil ish tutishni qo'msab qoladi. Qo'yib bering. Axir qush ham bolasini katta bo'lgandan keyin uchirma qiladi-ku. Bolasini foydasini ko'zlab shunday qiladi. Mustaqil uchishni o'rgansin deydi. Qanaqasan o'zing? Kecha o'g'lingizni tergamasdan taltaytirib yuborgansiz deyotganding. Bugun yonini olyapsan? Bo'pti opa, bo'pti. Keyin gaplashamiz. Meni mijozim kutib qoldi. Kechirasiz. Ismi shariflar nima edi? Keling yordamlashib yuboray. Voy, rahmat. Mayli, endi bera qoling. O'zi qayoqqa yurasiz? Agar yo'limiz bir bo'lsa, kuzatib qo'yaman. Rahmat. Bizni kutib olishmoqchi edi. Voy, assalomu alaykum Norpolvon aka. Chiqmadingizmi deb xavotir olgandim. Kim bu? Tanimayman. Yukimni ko'tarishga yordam berdilar. O'zi ham zilzambil ekan. Buni qayerdan taniysiz? Tanimayman, birinchi ko'rishim. Norpolvon aka, yoshlikka yomonlikmi? Jim, erkaklanishga aralashma. Kimligingizni bilib qo'ysak bo'ladimi, yigitcha? Menmi? Men Toshkentning eng uchiga chiqqan rashkisiman. Xotinimni hatto qurt-qumursqalardan ham qizg'anaman. Bir marta xotinimga pashsha qo'ngan edi. 3 kun ketidan quvib, oxiri tutib o'ldirdim. Baribir xotinimni qayerdan tanishingizni tagiga yetmagunimcha qo'ymayman. Shu yerda bo'lsangiz, hali uchrashamiz. Ketdik. Hey. Ana uni qaranglar. Toshkentning oliftalaridan shekilli. Hibbimromi deyman a? Shunaqa qilib mashinani tuzatmoqchiman deng. Tuzalmaydigan balo u. Qancha ustalarga ko'rsatdi. Bittasini ham tushib o'tmadi. Ammo dadangiz bo'lganda eplardilar. Ha. Rahmatli mashina tuzatishni piri edi. Lekin u davrlarda hunarmandlarga kun yo'q edi-da. Harom pul topasan deb dadangiz ham payiga tushganda Toshkentga ketvardi. Ha, shu ketgancha o'sha yerda qolib ketdi ukagina. Lekin tanti edi. Shuncha berasan deb tortishmasdi. Bergan olib ketaverardi. Ha endi bizni avlodni zoti toza. Hech ham past ketmaydi dadajonisi. Tog'a, futbolga qiziqasizmi? O'zingchi? Qiziqaman. O'zi ham o'ynaydi. Maktabda viloyat birinchiligini olgan. Rost mana qiziqadigan bo'lsang, Pele, Maradona degan futbolchilarni taniysanmi?
Pele, Maradonalar yaxshi futbolchilar-u, lekin baribir hammasi ham uchqur to'fonning oldidan o'taversin. Uchqur to'foning kim bo'ldi? Men bunaqa futbolchini eshitmaganman. Uchqur to'fon mana o'zimizda. Gapni ham rosa olar ekansan. Qo'lni tasha. Aytdim-ku sizga Azizbek, juda ham shalag'i chiqib ketgan deb. Eskini yangi qilguncha esing ketadi degan gap bor. Bunga ketadigan xarajatga yangisini olish mumkin. Biz hech qachon yangi mashina olmaymiz. Chunki dadamning vafotidan keyin mashina oyimni ko'zlariga ajalli urug'dek ko'rinadigan bo'lib qolgan. Shuning uchun mana uni yurg'izishga harakat qilib ko'raman. Ha, urinib ko'ring, tog'a. O'zim qarashib yoraman. Sen qarashib turadigan bo'lsang, albatta tuzatamiz. Qani, kapotni ochaylikchi? Voy o'lmasam, saharlab turib, ustaxonada balo bor ekanmi? Hech tinib tinchmaydi-da bu pichoqchi. Tavba qildim-ey. Hoy, noinsof, bolagina becharaga nega azob beryapsiz? Firmaga borib sigirlarimni sog'ib kelgunimcha darrov ishga solib yuboribsiz-mi deb jigarimni, ha? Juda vahima qilaverma. Yigit kishi mehnatda chiriqadi-da. Bizni avlod oq suyaklardan bunaqa qora ishga o'rganmagan. Ishni to'xtatinglar. Nonushtam tayyor. Azizbek, Nima deysiz? bu yoqqa qaragin bola. Havoni avzoyi buzilyapti. Ertalab qiz tushmagur bitta ko'ylakda ishga jo'nab qopti. Mana uni nimchani berib kelmaysanmi? Mayli, olib borib beraman. Dalani juda sog'inganman. Es bilaman. Dadam adirga boshoq tergan olib chiqardilar. Ha, barakalla. Dalani aylanib kelsang, bahridiring ochiladi. Uyda qolsang, pochchak ishlatadi. Odatlari shu, hech bo'sh o'tira olmaydilar. Jiyaningni ishlayotgan joyi uzoq emas. Shundoq shaharning biqinida. Guzarga chiqib, o'ngga burilsang, yo'lni o'zi to'ppa-to'g'ri Naimani yeriga olib borib qo'yadi. Naimangiz kim? Gektarchi. Oilasi bilan dehqonchilik qilishadi. Birga o'qishgani uchun Tursunoyni ham o'ziga olishgan. Ha, mayli, xo'p, olib borib beraman. Mayli, yaxshi borib kelgin bola. O beparasat. Qachon o'rganasan begona erkak ko'ringanda o'zing panaga olish. Qanaqa begona erkak? Hech kim yo'q-ku. Darvoza ochuv, yo'lovchilar o'tib turibdi. Ayol kishi degan sal hushyorroq bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Odam o'takasini yorib oray dedingiz-ku? Uzr, kelasi gal eshikni taqillatib kiraman. Tulporga nima qildi? Onsoro narsa so'rang. Men faqat mashinani haydashni bilaman. Bir ko'rib boqsam bo'ladimi? Koshki edi. Ko'rganga pul olmaymiz. Shunisiga ham shukr. Menga 16-kalitni olib berib yuboring. Akkumulyatorni ustiga turpoq tortib to'g'ri qilgan ekansiz. O'lganiga ancha bo'lgan ekan. Voy, endi nima qilamiz? Bu yo'ldan kun bo'yi kutsangiz ham mashina o'tmaydi.
Endi Shahrixonga borib shatakka oladigan birorta mashina topib kelishga to'g'ri keladi. Bir ilojini qilarmiz. Qanday iloj? Siz mashinaga o'tiring. Men orqasidan itaraman. Joydan siljigandan keyin tezlikka urasiz. Zora-mora u topib ketsa. Sizni qiynab qo'ymaymanmi? Iloj qancha? O'tiring. Qayoqqa borasiz? O'tiring, tashab qo'yaman. Men Naima degan qizni qidirib yuribman. Naimani nima qilasiz? Gapim bor unda. Gapiring, men Naimaman. Iya. Uni qarang-a. Baxtim oyog'imni tagidan chiqdi deb shuni aytsalar kerak-da. Bu nima deganingiz? Darrov hurkib ketmaydi unaqa. Jiyanim Tursunoy sizlar bilan ishlar ekan-u. Tursunoy aytuvdi. Toshkentdan tog'am keladilar deb. Aziz aka, sizmisiz? Ha, xuddi o'zi. O'tiring, men ham o'sha yoqqa ketyapman. Ilgarigi qizlar surmani ko'zlariga qo'yguvchi edilar. Yangi rasm bo'yicha daxallariga ham qo'yadigan bo'lishganmi? Voy o'lmasam. Ilgariroq qayoqda edingiz? Mana oling. Top-toza, hali ishlatmaganman. Rahmat. Yaxshi odatingiz bor ekan. Birovning narsasini ishlatib, cho'ntagingizga solib qo'yar ekansiz. Qaroqchiga uchraman deb qo'rqmang. Dastro'molchingizni yuvib, Tursunoydan berib yuboraman. O'ynang qizlar, o'ynang, ko'rgani keldik. Sizlar bilan davon surgani keldik. O'ynang qizlar, o'ynang, ko'rgani keldik. Qizlar bilan Voy uni, namuncha olifda. Ammo starasi siqqina ekan. Hoy chaqanisalar, darrov xomtalash qilib yubormalaring. Ko'rib turibsanlarki, xuddi men bob bola ekan. Tog'a bu yoqlarda nima qilib yuribsiz? Ammam berib yuboruvdilar. Voy rahmat, sizni ham ovora qilibdilar-da. Ovorasi bor ekanmi? Bahonada dugonang bilan tanishib oldim. Yeri shudigor qildinglarmi? Raisni bilasan-ku, yana paysalga solyapti. Shunaqa degin. Endi u bilan boshqacha gaplashaman. Aziz aka, vaqtingiz bormi? Ha? Yuring, yordamingiz kerak bo'lib qoldi. Insof degan narsa bormi o'zi sizda, rais buva? Aldashlaringiz jonga tegdi-ku. Nima qilib seni aldabman? Hamma sharoitni yaratib qo'yibman-ku, noshukur banda. Uyalmasdan sharoit yaratib qo'ydim deysiz-a? Nimani so'rab kelsa nuqul paysalga solasiz. Na o'g'itni, na texnikani, na suvni vaqtida berasiz. Atay qilasiz. Chunki pudratchilarni ko'rishga ko'zingiz yo'q. To'g'ri-da. Pudratchi ko'paysa, siz kimga xo'jayinchilik qilasiz? Tepadan ko'rsatma borligi uchun o'lganingizni kunidan biz bilan murosa qilasiz. Bo'lmasa, g'ajib tashlardingiz. Gapiraver. Hozir senlarning davring kelgan. Yana nima deysan? Endi gap shu, rais buva. O'zingiz bilasiz. Hozir yeri shudigor qilmasa, keyin foydasi bo'lmaydi. Agar yana paysalga soladigan bo'lsangiz, Toshkent gazetasidan muxbir chaqirganman. Sizni qilmishlaringizni butun respublikaga nog'ora qilib chaladi. Men senga o'g'il bermayman, deyapmanmi? Navbati bilan olasan. Mana ertaga seni navbating. Shu gapingizda tursangiz bo'ldi, rais buva. Ha, bugun osh ekanda, qarash boraymi? Voy, siz ham sazni to'g'rashni bilasizmi? Bu dunyoda tog'ayni qo'lidan kelmaydigan ishi o'zi yo'q. Qani surur. Menga qara jiyan. Dugonang Naimani aytaman. Yosh bo'lsa ham ancha uddabroq qiz ekan.
Pudratga yer olib dehqonchilik qilishi o'zi bo'ladimi? Ha, Naima yigitlarga o'xshagan chapani hech kimga so'zini bermaydi. Mardligidan tashqari chiroyli ham ekan. Ha, husndan ham bergan. Unda xaridorlari ham ko'p bo'lsa kerak-a? Og'iz solganlar bor, ammo bittasiga ham rozilik bermayapti. Osmonda degan. Yo'q, manmanlikni bilmaydi. Faqat o'ylab ish tutadi. To'g'rida, ba'zi shoshqaloqlar singari uchraganga tegib ketib, keyin pushaymon bo'lib yurgandan nima foyda? Mahallangizda unga munosib yigitlar bordir. Balki birontasi bilan pinxona til biriktirib qo'ygandir. Sen qayoqdan bilasan? Yo'q, bizni shahar kichkina. Bu yerda pinxona ish tutib bo'lmaydi. Kimdadir ko'ngli bo'lsa, darrov ovozi bo'lib ketadi. Bu yoqdan qo'yni so'q bo'laversin. Nimaga shama qilyapsan? Mendan bekitib nima qilasiz? Axir Naimani so'rab surishtirib qolganingiz bejiz bo'lmasa kerak. Rost, bejiz emas. Uni ko'rishim bilan yuragim jiz etdi. Juda ham ko'ngli ochiq qiz ekan. Unda ketidan qolmay, otingizni qamchilayvering. Intilganga tole yor deydilar. Nima qilib yuribsiz o'zi bu yoqlarda? Sizni qidirib yuribman-da. Nega meni qidirar ekansiz? Ko'rgim keldi. Voy, nega meni ko'rgis kelar ekan? Ishingiz vaqtli tugasa, uyingizga kuzatib qo'ymoqchi edim. Uyim olis. Tag'in charchab qolmang-a yo yurib. Siz bilan jon deb yurishga tayyorman. Ko'nsangiz bo'ldi. Boring-a, hamma gaplaringiz ilmoqli. Toshkentga o'rganib qolgan odam bu yerda rosa zerikayotgan bo'lsangiz kerak. Rostdan ham zerikib bo'lardim, agar sizni uchratmaganimda. Ha, o'zimga ermay qidiryapman deng. To'g'ri qilasiz. Bu yeri qizlar rosa sodda bo'ladi. Sal avrasangiz bo'ldi, laqqa tushaveradi. Yomon ko'rganim avroqchilar. Men to'g'risini aytyapman. Nima? Odatiy shunaqami? Duch kelgan qizga to'g'risini aytib ketaverasizmi? Duch kelganiga emas, hayotda bittagina qizga aytaman. Unday bo'lsa, oldin o'sha qizni toping-da, keyin ayting. Agar topgan bo'lsam-chi? Odam muqaddas tuyg'ularini pinhon tutadi. Duch kelgan qizga darrov gapirib ketavermaydi. Darrov emas. Men sizni orzularimda, hayollarimda ko'p ko'rganman. Mana shukrki hayotda ham uchratdim. Uchratdim-u, es-hushimdan ayrildim. Unday bo'lsa, es-hushingizni yig'ib oling-da, keyin nog'ora qoqing. Nishonamga bitkani, menga taqdir etgani,
koshki bo'lsa shu balo bo'ldim men unga shaydo la ilaha illalloh la ilaha illalloh o'zing qo'lla yo Alloh o'zing qo'lla yo Alloh. Assalomu alaykum. Keling Afzalxon aka. Alaykum assalom. Bitta xon ber. Hop aka. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ana aka. Olib qo'yaveram. Qo'yilman senlarga. Ancha vazmin chiqdilaring. Bizlar yoshligimizda juda sho'x bo'lgandik. Mahallamizdagi qizlarga birorta bir yigitni yaqin yo'latmasdik. Biz ham jam unaqalanda uramasmiz. Qizlarimizni asraymiz. Qayerda? Hozirgina o'z ko'zim bilan ko'rdim. Zokir akaning qizini bittasi yetaklab ketayotganini. Naymanimi? Kim ekan? Tanimadim. Har holda bu yerlik emas. Bo'pti. Darvoqa. Tag'in bolani tutib olib, urib yurmanglarim. Shunchaki aytdim qo'ydim-da. Yana qachon uchrashamiz? Qayda? Bilmadim. O'jibroq. Bu sening Toshkenting emas. Qizlarni kuzatib qo'yadigan. Bir o'zi uyga qaytishga qo'rqmasin dedim-da. Biz mahallamizga begonalarni yo'latmaymiz. Ikkinchi qorini ko'rmaylik. Tushundingmi? Tushunmadim. Bittaga 3 tami? Bizani nomard deb o'ylayapsanmi? Yakkama-yakka. O'zim sindiraman seni. Ya! To'xta. Faqat baqirmasdan urish, quloqni kar qilasan. Murabbiysi Yaponiyada tahsil olib kelgan. Baqirishni o'zi o'rgatgan. Iya, Azbek, qayerlarda yuribsiz? 2 soatdan beri poylayman sizni. Qani, yuring, uyga kiramiz. Bir maishat qilamiz. Tinchlikmi o'zi? Boya Naymi bilan ketayotganingizni ko'rdim. Ko'rdim-u, yelkamdan tog'dalib tushganday bo'ldi. Xotinim bilan birga avtobusga kelgan kuningizdan beri yurakka g'ulg'ula tushgandi. Qarang, shubhalarim bekor ekan. Ammo Naymi yaxshi qiz. Qo'ldan boy bermang. Qani, yuring, uyga kiramiz. Bemahalda qandoq bo'larkin? Bemahal yo'q. Kiring uyga. Bir otamlashamiz-da. Qo'ymadingiz-da. Iya, Azbek nima qildi? Chivin chaqdi. Gapni aylantirmasdan kim bilan mushtlashganingizni to'g'risini ayting. O'zim dodini berib qo'yaman. Siz qo'yavering. Ular bilan o'zim orani ochiq qilib olaman.
Shunaqami? Bo'pti. Aytmasangiz aytmang. Qani, uyga kirdik. Qandoq bo'larkin? O'zim bilaman. Odatim yomon. Xotinimni itdan ham, bitdan ham qizg'anaveraman. Bo'lmasa aqlim aytadi, unaqa bo'lmagin deb. Lekin yurak qo'ymaydi, yurak. Xullas, ahmoqman. Siz ahmoq emassiz. Siz g'irt ahmoqsiz. To'g'ri aytasiz. G'irt jinniman. Qani oldik. Oldik. Ho, Nasi. Lapay. Nima deysiz? Ovqatingni qachon suzasan? Qorin tatalab ketdi-ku. Ovqatim tayyor. Hozir olib kelaman. To'xta. Ha? Yuzingni bekitib olding. Ha, begona erkak yo'q-ku. Azbek o'zimizda odam bo'lsa. Uning ustiga eskicha ayollardan emassan-u. Yuzingni ochib yur. Xo'p bo'ladi. Jon bolam, o'tinaman. Tinch yurgin. Xudo ko'rsatmasin. Senga ulbul bo'lib qolsa, onangga nima deb javob beraman? Menga so'z ber. Ikkinchi qaytarilmaydi degin. Xo'p. Ikkinchi bu bo'rsoni yemayman. So'zingda tursang bo'ldi. Amma, Ho, maslahatingiz kerak bo'lib qoldi. maslahat? Voy, maslahat sendan aylansin. Shu yerdan bir qiz topib oila qursam nima deysiz? Voy, yaxshi bo'lardi. Faqat onangdan bemaslahat bu ishni qilsang xafa bo'lib qoladi. Ha, oldin onangni oldidan o'tgin. Albatta o'taman. Avval bo'lajak kelinni topaylik. Siz borib roziligini oling. Ana undan keyin oyimni o'rtaga aralashtiramiz. Oyim ishli odam bo'lsalar, bu yerga qatnashlari oson emas. Gapingga qaraganda birortasini topganga o'xshaysan-a? Amma sizdan yashiradigan sirim yo'q. Bittasini uchratib qoldim. Faqat u hozir jilovini tutqazmayapti. Oldin o'zidan ke. Bizni avlodga loyiqmi? Zoti tozami? Yana shoshma-shosharlik qilib, tagi pastlardan tanlab qo'yma tag'in. Yana zotingni maqtayapsanmi? Odamni qanaqaligini zoti emas, xuluqi aniqlaydi. Zotiga ham qarash kerak-da. O'zimizga o'xshagan asl zodalardan bo'lsin. Ha, shunaqa asl zoda ekansan. Nega tegding fuqarodan tarqagan men qulga? Ha endi bahona bilan siz ham naslingizni tozalab oling dedim-da, dadajonisi. Aslida o'sha o'zimiz qatori Oyshaga uylansam bo'lar ekan. Qulog'im tinch yurardi. Qoshingga o'sma, ko'zingga surma tortib, meni yo'ldan urding, chaman. Voy ordona. Hali meni o'sha oshqovoqqa tenglashtirdingizmi? Ko'nglingiz o'shanda bo'lsa, hali ham borib uylanavering. Qarshilik qilmayman. Beva jon deb tegib oladi. Bo'pti, sazang o'lmasin. Lekin unga ham o'zing sovchi bo'lib borasan. Tog'a, telefonga Toshkentdan ayangiz chaqiryaptilar. Assalomu alaykum oyi. Ha, hammasi joyida, sog'lig'im ham yaxshi. Nega yo'q bo'lib ketar ekanman? O'tgan kuni qo'ng'iroq qildim-ku. Qachon qaytasan deysizmi? Ammam yana 1-2 hafta shu yerda turasan deyaptilar. Xo'p. Endi har kuni telefon qilib turaman. Hormang! Azbek, keling. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Yaxshi yuribsizmi? Ha, mashinangiz tumov bo'lib qoldimi? Ertalabdan beri qiynaydi. Hech kasalini topa olmayapman. Mashinaga chiz o'tadimi? Ko'rib boqish mumkin. Qani yuringchi. Norpolvon aka, ovqatim pishganiga 1 soatcha bo'ldi. Yeb olinglar, keyin tuzatarsizlar.
Bo'p qoldi. Hozir boramiz. Qani, o't oldirib ko'ringchi. Ammo mashina tuzatishni piri ekansiz. O'zim ham avtoxo'jalikda chilangar bo'lib ishlayman. Qancha ustaga ko'rsatdim. Shu o'tmadi. Shuni qo'l haqi olib qo'yasiz. Nima qilyapsiz? Qo'ying, qo'shnichilikda uyat bo'ladi-ya. Mani bitta odatim bor. Usta ishlatamanmi, mardkormi, rozi qilib yubormasam ko'nglim joyiga tushmaydi. Meni ham bitta odatim bor. Qayerda buzuq mashina ko'rsam, tuzatmaguncha ko'nglim joyiga tushmaydi. Menga har qancha puldan ham shu afzalroq. Shunaqami? Unda so'riga chiqamiz. Nasiba cho'zma lag'monni qotiradi. Qani, ketdik. Tog'amni aytaman. Nuqul xolajonimga qo'ymasdan seni so'ragan. So'rasa yomonlagin. Voy, nega endi? Sen Toshkentli yigitni bizning qizlarga ko'ngil qo'yishiga ishonasanmi? Nega endi ishonmas ekanman? Ishq joy tanlamaydi. Nahotki Toshkent shahri azimda yashab yuradigan qizi bo'lmasa. Chiroyli, kelishgan yigitning ma'shuqasi yo'qligiga aql bovar qilmaydi. Qizi bo'lganda seni ketingdan yurmagan bo'lardi. Ro'yxush bermasang ham orqangdan qolmayapti-ku. Ha, orqamdan qolmayapti. To'g'risini ayt, sen ham yaxshi ko'rib qoldingmi? To'g'risini aytsam, yaxshi ko'rib qolishdan qo'rqaman. Voy, nega? O'zim ham bilmayman. Balki Afzalxon boyga kelin bo'lish niyating bordir. Axir maktabda o'qib yurganimizda o'g'li senga juda jazman edi-ku. Amerikada o'qiyapti. Bitirib qaytsa katta olim bo'lib keladi. Ey, boylikka uchib o'sha tepakal o'g'liga tegamanmi? Hali 25 ga kirmasdan oldin kallasi yaltirab qolgan. Endi bitta kallaga ikkita narsa birdan sig'maydi. Yo soch bo'ladi, bo'lmasa aql. Ey, qo'ysangchi o'sha kitobga tushgan mitani. Bo'lmasa nega tog'amni qiynab yuribsan, mujmallik qilib? Sababi bor. Qanday sabab? Ey Azbek, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Bu kishi bizning direktorimiz, Saidg'oz aka bo'ladilar. Mashinalari buzilib qopti. Shuni bir ko'rib berarmikin degan niyatda keluvdilar. Xo'p bo'ladi. Ja odamni xit qivordi. Qaratmagan ustam qolmadi. Qani bittasi ishkalini topsa. Mayli aka, ko'rib boqamiz. Iltimos endi. Chaqir. Saidg'oz aka. Voy Saidg'oz aka. O'labi. Bo'ldi aka, tuzaldi. Nahotki oxiri eplabsizlar-da. Qo'ldan kelgancha. Ay yashaylar azamatlar. Baraka topinglar. O'zi ham bir kun ovora bo'ldinglar-da. Ha. Mana qo'l haqi uka. Qo'yavering aka. Ko'p sinaganman. Agar ustani rozi qilib yubormasangiz, tuzatgan narsasi darrov buziladi. Shunaqami? Mayli aka. Xo'p, rahmat. Rahmat sizlarga. Xayr. Mayli aka. Kep turaylik yigitlar. Rahmat, xayr. Assalomu alaykum Va alaykum assalom. Ke. Mashinaga o'tirib bir sinab ko'rchi o'g'lim. Tuzaldimi? Ha, yosh bo'lsa ham zo'r usta ekan. Bir pasda ishkalini topdi. Xushmuomalaligini aytmaysanmi? O'tirchi, o'sha. Kola berib yuboring. Mana bu sizni ulushingiz. Yo'q, ish kattasini siz qildingiz-ku. Unaqasi ketmaydi. Mehnat o'rtada bo'lgandan keyin haqqi ham o'rtada bo'lish kerak. Oling. Shunaqami? Shunaqa. Mayli, qo'lingiz qaytmasin. Mayli. Faqat bitta iltimosim bor. Bir-birimizni sizlamaylik. Yomon ko'rganim oliftagarchilik. Sensirab gaplashaylik. Qanday bo'lar ekan?
Zo'r bo'ladi-da. Kelishdingmi? Kelishdik. Bo'pti. Qo'lingiz dard ko'rmasin Xo'p, aka. aka. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Ya qo'yavering aka, qo'yavering. Ya, oling. Hech kim sotolmagan mashinani yurg'izib berdingiz-ku. Shunaqami? Ha, rahmat. Xo'p, mayli Omon aka. bo'ling. Rahmat. Xo'p, Aka, mayli. rozi Yaxshi bo'ling. bo'linglar Rozi yigitlar. bo'ling. Xo'p, Xayr. xayr. Mayli. Xayr. O'tir, tashab qo'yaman. Men bozorga ketayotgandim. Gap yo'q, o'tir deyapman-ku. Ammo yaxshi mushtashar ekansan. Senchalik emas. Bizda ham odat shu. Qizlarimizni yo'ldan uradiganlarni mahallamizga yaqin yo'latmaymiz. Lekin uylanadigan niyati bo'lsa, to'sqinlik qilmaymiz. Hech kimni yo'latmasak, qizlarimiz o'tirib qoladi-yu. Uylanadigan bo'lsa, biz ham xalaqit bermaymiz. Men ammamga hayronman. Juda eskichalada. Sen asli shahrixonliksan. Shu yerdan uylanasan deb turib olganlar. Naimani menga ro'para qilayotgan ham ammam. Sovchilikka bormoqchilar. Ammang yosh qizni tanlabdilar. Naima pishiq, puxta qiz. Unga uylansang yutqizmaysan. Naima menga ham yoqadi. Lekin o'zi unimayapti-da. Assalomu alaykum, amma. Va alaykum assalom. Voy bu Azizbek, bozor katta-ku. Aytdim-ku, amma. Sizlarnikida ancha qolib ketadiganga o'xshayman deb. Shundoq ekan, ro'zg'orga qarashib turmasam bo'ladimi? Voy, unaqa dema bolam. Seni bizlarga og'irliging tusharmidi? Xudoga shukr. Topish tutishimiz yaxshi. Pochchang Shahrixonni eng mashhur pichoqchisi. Gap unda emas, amma. Erkak kishini tirik taom bo'lib o'tirganidan xunugi yo'q. Umringdan baraka top bolam. Mayli, ichkariga olib kirib qo'y. Ahmoq odam chet elni mashinasini olar ekan. Ehtiyot qismlari baland pul. Ustiga ustak buzilib qolsa, bizni ustalarni tishi o'tmaydi. Xullas turgan bitgani g'urbat. O'zimizni Asakani mashinasidan qo'ymasin ekan. Ana uni yo'qot. Afzalxon aka, vaqtim allamahal bo'lib qoldi. Siz borib bemalol damingizni olavering. Yog'ini o'zimiz devlashtiramiz. Shundaymi? Xo'p, mayli. Sizlarga xalaqit bermayman. Miyam ishlamay qoldi. Nima qilgan bo'lishi mumkin-a? Tuzalmaydiganga o'xshaydi bu dardisar. Vaqtim allamahal bo'lib qoldi. Ustiga qornim ochib ketdi. Keta qolaylik, ertaga tuzatarmiz. Yo'q. Oldin buni bir yo'lik qilamiz. Yo u bizni, yo biz uni. Qoyilman. Zo'rsiz ammo. Ey, yana ensamni qotirib sizlayapsanmi? Esim qursin. Sen zo'rsan. Afzalxon aka. Biz ketyapmiz. Ey Afzalxon aka. Oy, tong yorishib qopti-ku. Oy, azamatlar. Tuni bilan ishladik denglar. Ha, bir amalladik-da.
Yashanglar. Barakalla. Xo'sh. Bu yoqqa qancha bo'ladi? O'zingiz bilib beravering, aka. Men qayerdan bilay? Senlarga o'xshab har kuni mashina tuzatib yuribmanmi? Qancha? Himmatingizga bog'liq, aka. Biz birovga palonsin berasan demaganmiz. Xo'p, mayli. Mana. Rozi bo'linglar. Xo'p, xayr. Rahmat, aka. Hayır. Sog' bo'ling. Ye? Voy ovsar-ey. Kechasi bilan ishlaganimizga to'lagan haqqini qara. Hozir kirib uloqtiraymi basharasiga. Mayli endi. Shunaqa xasislik qilmasa, boy bo'larmidi? Insof ham kerak edi. Iloyi mashinang buzilib, ertaga avariyaga uchragin. Qizg'anchiq. Ketdik. Soliq boshqarmasimi? Assalomu alaykum. Nusratjon kerak edilar. Ha, o'zlarimilar. Ha, menman. Bir gap bor edi. Yo'q, telefonda aytib bo'lmaydi. O'zingizda bo'lasizmi? Hozir oldingizga o'taman. Bor gap shu, Nusratjon. Qing'irish ko'rganimiz uchun sizlarga yetkazib qo'yay dedik. Qallabligi Toshkentda o'tmagandirki, bu yoqqa surib olgan. Biz odamlarimiz sodda emasmi? Istagancha ishlayveradi. Axborot uchun rahmat aka. Daromadni tekshirib ko'ramiz. Ochilib pichoqchini qayningiz dedingiz, bugunoq topamiz. Baraka toping. Shunday qiling. Bo'pti akaxon. Lekin bir narsaga hayronman. Siz shahrimizning darg'alaridan birisiz. Nega endi g'o'r bir o'spiringa o'chakishib qoldingiz? Qonunni himoyalash har bir vijdonli kishining burchi. Shunday emasmi? Gapni boblaysiz aka. Yaxshi, Nusratjon, ochiq gaplashaylik. Gap shundaki, ishimga qaraganda o'sha Toshkentlik olg'ir o'g'limizga mo'ljallab yurgan, kelin qamoqchi bo'lgan qizimizga ko'z olaytirayotganmish. O'g'limiz o'qishda. Shundan foydalanib, bir kelganda qizni ilib ketmasin deyman-da. Gap bu yoqda men aka. Uzr. Alo. Kim bu? Sobirjon, senmi og'ayni? Ayting, bir pasdan keyin qo'ng'iroq qilsin. Uzr aka, uzr. Alo. 5 minutdan keyin qo'ng'iroq qilgin. Xo'p. Uzr aka. Demak, gap bunday. Bir chaqirtirib, yashirincha ish tutganing uchun jinoiy javobgarlikka tortamiz deb cho'chitsangiz, juftagini rostlab qoladim. Bo'pti akaxon. Bu yog'ini bizga qo'yib bering. Qonuniy qilib yasaymiz bola paqirni. Yashang. Barakalla. Xo'p aka. Rahmat, Nusratjon. Xo'p. Aytganingizdek bo'ladi. Xo'p. Yaxshiligingizni unutmaymiz. Rahmat aka. Xo'p. Ombir olib berib bor. Xo'p bo'ladi. Mana. Tog'a, yanagi hafta Andijonda futbol bor. Meni o'zimni qo'yib yuborishmaydi. Siz olib borsangiz yo'q deyishmaydi. Birga boraylik. Kim o'ynaydi? Andijon bilan Paxtakor. Sen Andijonga balet qilasanmi? Bo'lmasa-chi, albatta-da. Unda bitta shartim bor. Qanaqa shart? Paxtakorga balet qilasan. Ha, nafasing chinga tushib ketdi. Shartimni qabul qilmaysanmi? Qoyilman. Odam mana shunaqa senga o'xshagan sadoqatli bo'lish kerak. Sal narsaga sotilib ketish yaramaydi. Albatta olib boraman, bo'pti. Paxtakoringiz hammani yutaversin. Faqat Andijondan boshqasini. Ana bu gaping zo'r bo'ldi. Ungacha mashinani tuzatsangiz, minib borarmidik? Bu niyating amalga oshmaydiganga o'xshayapti. Ko'ryapsan-ku, kelganimdan beri kasalini topolmay qiynalib yotibman. Hoy, menga qaranglar. Necha marta chaqiraman sizlarni? Qorningdan to'yg'izib olmasanglar, ishlaring yurishmaydi. Nima ovqat? Qovog'manti bolajonlarim.
Qovoman tezni o'zingiz yeng. Qo'lidan ish kelmaydigan bizdaqa landavurlarni yemagi aynan qova bo'lish kerak. Palovxon to'rani udda birovlar yeydi. Bu haromi bedavo dardga chalinganga o'xshaydi. Hech qachon tuzalmaydi. Shaloq arava. Qaysar eshak. Insofinglar bormi o'zi? Bu jarimalar mashina tuzatib topgan pulimdan 2 baravar ko'p-ku. Shuning uchun davlatni aldab, yashirincha ish tutish kerak emas edi. Vaqtida soliq to'lab turganingizda hech qancha pul bo'lmasdi. Men hech kimni aldamoqchi emasdim. Men qayoqdan bilaman bunaqa qonuniylar borligini? Mana endi bilib olasiz shunaqa qonun borligini. Sizga ruxsat. Juda bo'lmasa, muddatini sal cho'zib bering. Shuncha pulni qayerdan topaman men hozir? Unisini men bilmayman. Vaqtida to'laysiz jarimani. Yo'qsa ishingizni sudga oshiramiz. Amma, qiz tarafi roziligini olib unashtirib qo'ysanglar bo'lardi. Uylanadigan niyatim borligiga ishonmayapti. Tag'in birontasi ilib ketmasin. Senga aytgandim-ku, bunaqa narsani onangni roziligisiz qilib bo'lmaydi. Ha, avval albatta oq sut bergan onangni oldidan o'tgin. Oyim oldilaridan o'tmay bo'larkanmi? Telefonda gaplashdim. To'yi daragini eshitib, xursand bo'lib ketdilar. Harakatinglarni qilaveringlar dedilar. Rostdanmi? Qizni ko'rmasdan-a? Ammang bilan senga yoqqan bo'lsa, menga ham yoqadi dedilar. Gap boshqa yoqda, amma. Oyimga toshkentlik qizlar yoqmaydi. Hammasi ish yoqmas, tannozroq bo'ladi deydilar. Agar ota avloding tomonidan qiz topsang yaxshi bo'lardi. Vodiyning qizlari ishchan, hamiyatli bo'ladi deydilar. Voy. Undoq bo'lsa, ertagayoq sovchilikka borganim bo'lsin. Voy dadasi, eshitdingizmi? Qani, puldan chiqaring. Bir jo'ra xonatlasi bilan choy olib kelaman. Qudanikiga obro'mdan boraylik. Ha, bizni boshidan bilib qo'yishsin qanaqa avloddanligimizni. Azizbek uylanaman deydilar, qarab turamizmi? O'sha atlasini o'zim olib beraman. Yo'q, siz qurumsoqsiz. Eng arzonni olasiz. Undan keyin didingiz ham yo'q. Mol tanlashni bilmaysiz. O'zim boraman. Qurumsoqmanmi, yo'qmi bilmadimmi, ammo didingiz yo'q deb to'g'ri aytding. Menda did bo'lganda senga uylanamidim. Kelinglar amma xolalar. Keldik, aylanay keldik. Ha, shashtinglar pastroq ko'rinadi. Ovimiz yurmadi, aylanay, quruq qaytdik. Unaqa dema. Yo'q deyishmadi-yu. Hayam deyishmadi-da. Boshqasi bo'lganda, bizdek zoti toza avlod qizini so'rab borsa, do'ppisini osmonga otardi. Bular bo'lsa o'ylab ko'risharmish. Ota-onasi ham qiziga o'xshar ekanda. U ham shunaqa yo'g'am, hayam demaydi. Nodir. Yur men bilan. Hozir kiyimimni o'zgartirib chiqing. Kirganda Naima apani chaqirib chiq. Tursunoy ham so'rayaptilar degan. Bor. Xo'p. Naima opam mehmonga ketgan ekanlar. Bo'pti. Sen ketaver, men o'zim boraman.
voy o'lmasam hay bolam qayoqqa Hech qayoqqa kirib yotaveringlar. boringchi nima qilmoqchi biror korxon ro'y beribdimi deyman. Alamini bosqanda olyapti. voy o'lmasam Tog'a, sizga xushxabar olib keldim. Paxtakoringiz Samarqandni yutibdi. Kecha oftob charaqlab turgandi va hamma yoq nurafshon edi. Bugun esa borliqni zulmat qopladi. Azizbek, hovliga borsam, sizni hozirgina ketdi deyishdi. Endi men qarang. Sovchilarning gapini ko'p yurakka yaqin olmang. Qiz tomon hech qachon bir borganda rozilik bermaydi. Gap sovchilarda emas. O'zim undan umidim uzdim. Qizni ko'ngil qo'ygan boshqa yigiti bor ekan. Yo'q-e. Kechagi chuqurun jazmani mashinada uyiga tashab ketdi. Yo'q-e. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Yo'q-e. Nima yo'g'e, yo'g'e? Gaping yolg'on demoqchimisan? Yuradigan yigiti bo'lsa, men bilardim, butun mahalla bilardi. Bizda bunaqa narsalarni sir saqlab bo'lmaydi. Mana ko'rasiz, hali gumonlaringiz behuda bo'lib chiqadi. Qo'y, ovutma meni. Boshqa gap ham bor. Direktorimiz meni Asaka avtozavodiga malaka oshirgani yubormoqchi. Shahrimizda avtomobillarga xizmat ko'rsatadigan yangicha markaz ochilar ekan. Hokimiyatdan telefon qilib, o'quvli yigitlardan tanlaylar deb aytishibdi. Yo'dan qaytgach, markazda ishlar ekanmiz. Birga boraylik. Jon deb borardim-u, direktoring ko'narmikin? Meni tanimasa? Nega tanimas ekan? Mashinasini tuzatib bergansiz-ku. Hali gapirib yuradi. Og'ayning zo'r usta ekan deb. Asaka avtozavodida ishlash u yoqda tursin, uni ko'rishni orzu qilib yurardim. Direktoring meni ham jo'natsa zo'r bo'lardi-da. Jo'natadi, men kapil. Yo'q. Baribir ketmasam bo'lmaydi. Pul topib kelmasam soliqchilar tinch qo'yishmaydi. Aytgandim-u, ot kalasday jarima solishgan deb. Ko'p siqilmang. Ilojini qilamiz. O'g'ilchani to'yiga atab 2 ta qo'y boqib qo'yganman. Bittasini sotib pulni beraman. Topganingizda qaytararsiz. Aldoqchi, qayerga ketyapsiz? Ketmaysiz. Ha, nima deb aldabman seni? Futbolga bormoqchi edingiz-ku meni. Ketmaysiz, qani ketib ko'ring-chi. Yuring dedim. O'zingni sumkani o'zib borasan. Bering sumkani menga. Yuring. Qolasiz shu yerda. Qolishga to'g'ri keladi shekilli. Rostdan oyi, pochchamni yaqin og'aynisi hokimiyatda ishlar ekan. Men bilan gaplashib qolib, sen juda bilimdon yigit ekansan. Senda qilib bizda ishlash kerak deyapti. Nima deysiz, ko'naveraymi? Ha, hokimiyatda. Yana yil o'zlari o'qishga jo'natishar ekan. Bilmadim, amaldorlikka o'qitsa kerak-da. Bo'pti, unda ertadan ishga tushaveraman. Xo'p. Tez telefon qilib turaman. Uyga ham o'tib kelaman yaqinda. Bo'pti, xo'p. Hey xudo. Yolg'onni o'zing kechirgin. Sen ko'p tog'ayni yonini olaverma. Agar meni rostdan yaxshi ko'rganida, hech bo'lmasa xayrlashib ketardi o'sha asakasiga. Mana ketganiga 2 hafta bo'ldi. Bir yillik xat yozdimi?
Demak, hamma gaplari yolg'on ekan. To'g'ri qilgan ekanman uni gaplariga uchmay. Sovchilarni quruq qaytarganlaring uchun hafsalasi pir bo'lgandirdi. Nega endi bir marta yuborgan sovchilariga xo'p deb yuborishimiz kerak ekan? Rozilik bermasalaring ham yana kelasizlar deb umidvor qilib yuborish kerak edi-da. Esing joyidami o'zi? Sovchilarni umidvor qilib jo'natsak, keyin biror bir ishkali chiqib qolsa, mahalla qo'y oldida men qanday bosh ko'tarib yuraman? Tog'ang bu ishlarni o'z bilganicha qilyapti. Toshkentda onasi bilib qolsa, nikohni buzmasligiga kim kafil? Sen qayoqdan bilasan? Balki onasiga aytgandir. Axir telefonda har kuni gaplashib turishadi. Aytgan bo'lganida qizi ko'ray, olib kel derdi. Yoki o'zi kelardi. Aytmagan. Mendan berkitmay qo'ya qol. Sirayam ayrilging kelmayapti. Rost aytasan. O'zimni qo'yarga joy topa olmayapman. His hushimni quli o'shanda. Qo'ygin, xafa bo'lmagin. Mana ko'rasan, sog'inib qaytib keladi. Bo'ldi qilgin. Hay qoqindiqlar. Qachon gapinglar tugaydi? Kun allamahal bo'lib ketdi-ku. Ha demay tong otadi. Endi yotib uxlaylar. Ertaga ishga boradigan odamsizlar. Hozir yotamiz, ayajon, hozir. Sho'rva tayyor. Ammo lekin rasmni ham boplar ekansiz. Necha marta aytdim senga meni sizlama deb. Ha o'lasan odamga o'xshab gaplashsang? Bo'pti. Kekirdaging ko'p cho'zurmagin. Undan keyin bu rasm emas. Kelajakda yaratiladigan mashinani maketi. Yig'ishtirayam maket paketingni. Qornam tatalab ketdi-yu. O'zing kichkina bo'lsang ham kuniga 5-6 marta ovqat yeysan-a? Bo'lsa 15 martaga ham yetkazib yuboramiz-a. Xotinimni yomon sog'inimman. Bir hafta ham bir asrday bo'lib ketdi. Ertaga borib ko'rib kelmasam, ichki bo'lib qolaman. Lekin senga qoyilman. Chidamli ekansan. Naimani biror marta eslaganing ham yo'q-a? Qo'y, yaramga tuz sepma. Baribir senday yigitdan voz kechib, boshqasini deyishiga hech ishongim kelmayapti. Kallamni olib tasam ham ishonmayman. Bu tepda gap bor. Yo, sen yanglishyapsan. Yo, bo'ldi, ovozingni o'chir. bo'pti. O'chirganim bo'lsin. Sendagi nervini jinni bilan gaplashib bo'ladimi o'zi? Bor-e. Nodir? Menga qara, Nodir. Sovchilar borgan kuni kechqurun Aziz tog'ang bilan biznikiga o'tganmiding? Nima edi? Mahalladagi bolalar ko'rishgan ekan. Borgan bo'lsalaring to'g'risini aytaver. Naim opang xursand bo'ladi. Borgandik. Uyda yo'q ekansiz. Men ketaverdim. Tog'am qoldilar. Endi menga hammasi ayon bo'ldi. Meni mashinada kuzatib qo'yishganini Aziz akam ko'rgan bo'lish kerak. Menga qara, kim seni mashinada kuzatib qo'ygandi? Yo'lda gapirib beraman. Ketdik. Asakaga borib kelamiz. Mayli, yura qol.
tog'a yotoqxonangizni zo'rg'a qidirib topdik-a. Qoyilman senga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Pochchami sizda ishlari bor ekan, shunga kelgandik. Yaxshi yuribsizmi? Iya, kelinglar. Xizmat? Yaqinda o'g'il ko'rgandik. Shu shanbada kichkinagina dasturxon yozib, yora birodarlarga ziyofat bermoqchi edik. O'shanga birga bo'lsanglar deb taklif qilib kelgandik. Bular ham bo'lishadi. Kutamiz. Rahmat taklifingiz uchun. Albatta o'tamiz. Bo'pti, o'tinglar albatta. Naima, sizda ikki og'iz gapim bor edi. Nay, biz g'ir etib bozorga o'tib kelamiz. Ko'p qolib ketmanglar. Ha, darrov qaytamiz. Zab kepsizlar-da. Pochchangiz juda yoqimtoy yigit ekanlar. Bilmay turib shunday kishini go'raga g'ishqalab yuribman-a. So'kishlarimni eshitsa bormi, til tortmay o'lardi. Voy, pochcham sizga nima yomonlik qildilar? Sovchilar quruq qaytgan kuni kechqurun uyingizga o'tgandim. Mashinada tashab ketganlarini ko'rgandim. Shunaqa deng. O'zim ham hayron bo'ldim-a. Tuppa-to'za yurgan odam xayr ma'zur qilmay birdan qochib qoldi deb. Bir hisobdan ketib qolganingiz yaxshi bo'ldi. Bu yo'lda yurib, o'zingizni sinadingiz. Havas tez o'tib ketishini tushundingiz. Sinadingiz deb to'g'ri aytdingiz. Sinovdan o'ta olmadim. Na ungimda, na uyqumda halovat bor. Nuqul sizni o'ylayman. Meni o'ylagan odam 2 hafta ichida aqalli bir marta borib ko'rardi yoki bir 50 xat yozardi. Aytdim-ku, pochchangizni xushtoringiz deb o'ylabman. Pochchami ko'riboq aynigan bo'lsangiz, unda ahvohlaringiz yuzaki ekanda. Birovga chinakam ko'ngil qo'ygan yigit o'z sevgisi uchun astoydil kurashadi. Sizga o'xshab sag'alga chekina qolmaydi. Shu choqqacha bir og'iz odamni umidvor qiladigan so'z aytdingizmi? Sovchilarni ham quruq qaytardingiz. Nuqul mujmallik qilasiz. G'iq etmaganingizdan keyin G'iq etishim shartmidi? O'zingiz sezayotgandirsiz. Nimani sezaman? Men ham sinovdan o'tolmaganimni. Siz ketganingizdan keyin butun olam huvlab qoldi. Sizga o'rganib qolgan ekanman. Sizni nuqul ko'rgim keladi. Voy. Bor ekansiz-u. Aytganday Aziz aka, Toshkentda chevarlardan tanishlaringiz bormi? Nima edi? Bayramga bitta ko'ylak tiktirmoqchi edim. Bu yerdagilar yangi fasollarni yaxshi bilishmaydi. Tanishlarim bor. Unda shu bozor Toshkentga o'tib kelaylik. Gap yo'q. Siz bir pas shu yerda o'tirib turing. Men shundoq tanishimning yoniga kirib chiqay. Ancha bo'lgan ko'rishmaganimizga. O'zi shu yerdami, yo'qmi hali? Xo'pmi? Mayli, o'tirib turaman. Bo'pti. Ma, choydan ich. Nima balo? Ishing yoqib qoldimi? Juda yo'q bo'lib ketding. Yo, katta ishga kirib oldim deb burning ko'tarilib ketdimi? Ko'tariladi-da. Obro'li joyda ishlaganimdan keyin. Oyi, bu sizga. Mengami? O'zim xuddi shunaqasidan qidirib yurgan edim. Rahmat bolam. Topganingga baraka bersin.
Javlon. Yaxshimisan? Tez yetib kel. Ha, yaxshi gap chiqib qoldi. Aziz. Sen o'ylanaman deysan-ku, men yo'q deymanmi? Kim ekan o'sha topgan qizing? Ishqilib qanqaymaganmi? Chiroylimi? Odamlarga kelinim deb ko'rsatsam arziydimi o'zi? Basharasiga qarab bo'lmaydi. Voy, shunaqa tasqarami? Qarasangiz bir parcha quyoshdek ko'zingizni qamashtiradi. O'zini ham olib kelganman, oyi. Voy, o'zini ham olib keldingmi? Olib kelgan bo'lsang, jon deb ko'raman. Qiziqsiz, oyi. Qaysi o'zbek yigiti ota-onasiga qizni ko'rsatmasdan uylanadi? Ha, mana bu gaping boshqa gap. Qani, darrov olib kirchi. Ko'rganim bo'lsin a. Salomlar. Keldingmi Javlon? Suyunchi ber. To'y bo'ladi. Jiyaning o'sha yoqdan qiz topib kelibdi. Iye, kuyov bola. Uylanganlari qistab qopti-da. Endi vaqtida uylangan ma'qul-da, tog'a. 40 gacha yuraversa odamni mog'or bosib ketishi mumkin. O, tirrancha, sen kimga shama qilyapsan? To'xta, Aziz. Hozircha qizga meni oying ekanligimni aytmay tur. Oldin sinab olamiz, xo'pmi? Sinasangiz mayli-yu, lekin menga yoqishini unutmang, xo'pmi? Voy, odam yuragi binoydek xabir qilyapti. Umr savdosi deb shuni aytsalar kerak-da. Ha, bo'pti opa. Men bo'lmasa ketdim. Yo'q. Qayoqqa? O'tir. Sen ham qizni ko'rishing kerak. Tog'asisan axir. Opa, men qanaqa qilib ko'raman? Noqulay-ku axir. Hech noqulay joyi yo'q. Mana buni oldi. Xuddi bichvatgandek o'zingni chevar qilib ko'rsatasan. Mana shunisi yetmay turuvdi. Buni aybi yo'q. Gohida qiz ko'rar shunaqa pinxona ham bo'ladi. Bu yoqqa. Tortinmay kiravering. Mumkinmi? Kelinglar. Kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana shu qizimizga ko'ylak tiktirmoqchi edik. Juda yaxshi. Juda yaxshi. Men ham asli Chevardan chiqqanman. Direktorligimga qaramasdan har zamonda qo'lim chiqib ketmasin deb buyurtma olib turaman. Agar rozi bo'lsanglar, ko'ylaklarni o'zim tikib bersam. Rozimiz? Bo'pti. Unda hoziroq andoza olamiz. Ha, yigicha. Ko'ylak bichish ancha dahmazali ish. Siz bu yerda siqilib o'tirmay, tashqariga chiqib, havoda aylanib kela qoling. Bu yog'ini o'zimiz eplashtiramiz. Naymaxon, men sizni pastdagi kafeda kutib turaman, xo'pmi? Bo'pti. Qani bo'si, yaqinroq kelingchi. Mana bu jurnallarda turli-tuman andozalar berilgan. Xohlaganingizni tanlab oling. Voy, juda ham ko'p-ku. Balki o'z yordamlashib borarsiz tanlashga. Xo'p, biladi. Mana ularga e'tibor bering. Siz ko'ylakni kundalikka tiktirasizmi yo mehmongami? Mehmonga. Mehmonga bo'lsa, mana bu fasonga nima deysiz? Juda yaxshi. Xuddi ko'nglimdagidek. Yoqasini qanday qilamiz? Mana shunaqa burmas qolaversinmi? Juda ham jimjima bo'lib ketmasin. Lekin yoqasini kengroq o'yib yubormang. Voy, aylanay sizdan. Albatta, kamroq o'yilgani yaxshi. Qiz bola narsa ko'kragini ochib yurganda xunigi yo'q. Sporo kiyinganga nima yetsin? Qani bo'lmasam, cho'zmasdan bichib olaylik. Xo'sh. Mana shu uzunlik bo'ladimi? Qiyomat daqiqinda. Bo'ylari 115. Yozib qo'ying. Bizni hammamizda laqabimiz bor. Xo'sh. Ishlaysizmi, o'qiysizmi? Oposi? Ishlayman. Pudratga yer olganmiz. Ha, yaxshi. Ko'krak qafaslari 80.
Ammo sizlarga qiyin bo'lsa kerak. Uzun kun dalada yurib, u ishlarni qilishga, qozon tovoqqa vaqtim qolmasa kerak. Bellari 66. Qiz bola uy ro'zg'or ishlariga doim vaqt topishi kerak. Spir sidirni, qozon tovoqni bilmagan qiz bola ekanmi? Voy aylanay sizdan. Xuddi meni dilimdagi gapni aytdingiz. Hozirgi yoshlarchi juda tannos bo'lib ketishgan. Uy yumushlarni qilishga toqatlari yo'q. Neginchi odamni mezishmaydi. Muomalani ham bilishmaydi. Ayniqsa qaynonani odam o'rnida ko'rishmaydi. Gaplarni eskilik sarqitlar deb pisand qilishmaydi. Shunaqalar ham bordir. Lekin qaynona ham onadek gap. Shunday ekan, qaysi ona farzandiga yomonlikni ravo ko'radi? Qaynona nimaiki desa kelinini foydasini ko'zlab gapiradi. Bo'ldi. Bo'ldi. Menga hech narsa kerak emas. Aytmoqchimanki, bichig'ingizni hamma o'lchamlarni oldik. Hech qanaqa chala joyi qolmadi. Ko'nglingiz to'q bo'lsin. Xudo xolasa ko'ylagingizni qo'ying o'rgilsin qilib tikib beramiz. Nima dedingiz? Qiyominda qiqindi? Ma'qulmi? Gaplarim? Ma'qul bo'lganda qandoq? Ma'qul, ma'qul. Bo'pti, bo'si. Ko'ylagingizni 3 kundan keyin bitkazib beramiz. O'shanda hisob-kitobni ham qilarsiz. Xo'p, rahmat. Xayr, yaxshi qolinglar. Yaxshi boring. Opa, o'g'lingizni didi chakkimas. To'g'ri. O'ziga mosini tanlabdi. Husni ham, odobi ham o'ziga munosib. Javlon, sen ham baxting ochilsin uchun bir dala palaka aylanib kelasanmi? Xo'sh, qalay oyi? Nima deysiz? Barakalla o'g'lim. Xuddi shunday kelinni orzu qilib yurardim. Bilasiz, oyi, menga ruxsat endi, xo'pmi? Voy, to'xta. Ha, o'tirib maslahatlashib olaylik. To'yni qachon qilamiz? Keyin o'tirib bafurcha gaplashaveramiz. Hozir keliningiz kutib qoldi meni pastda. Bo'pti, oyi, bo'pti. To'xta deyapman. Bo'ldi, ish bitdi. Shoshmang. Oldin ayting, oyimlarga yoqimmanmi? Yo tavba. Shuni ham sezdingizmi? Ammo balo ekansiz. Men emas. Siz balo ekansiz. Salti svoylarga o'xshab yurarkansiz-u. Ammo o'shaganingizni qo'ymaydiganlardan ekansiz. Tira qoling. Qani, yuring. Ammo ushlaganingizni qo'ymaydiganlardan ekansiz deb to'g'ri aytdingiz. Ushlaganimni qo'yib yormayman. Assalomu alaykum. Salom. Yigitcha, bu yerga kirish qat'iyan man etiladi. Anchadan beri bu tomonlarda o'ralashib yurasiz. Maqsadingiz nima o'zi? Mana shularni bir ko'rib berasizmi degandim. Yangi mashinalar loyihalarini chizishga juda qiziqaman. Xo'sh. Qiziq. Mayli, men bularni sinchiklab o'rganib chiqaman-da, keyin gaplashamiz. Rahmat.
Loyihalaringiz bir menga emas, bo'limimizdagi barchaga yoqdi. Dizaynlaringizda o'ziga xos originallik, o'ziga xos fantaziya bor. Mashinalarni yurgizish qismlari, sozlash qismlari haqidagi fikrlaringiz ham diqqatga sazovor. Rahmat. Agar malol kelmasa bir iltimosim bor. Xo'sh, Mercedes kompaniyasiga malaka oshirish uchun yoshlarni yuborayotgan ekansizlar. Shunga meni ham ro'yxatga qo'shib qo'ymoqchisizda. Mayli. Lekin bilasizmi, tanlov juda og'ir bo'ladi. Hozir bitta o'ringa 5 tadan to'g'ri kelyapti. tanlovdan qo'rqmayman, u shu nemis tiliga kelganda ozroq hech qisi yo'q. O'sha yerda o'zlari o'rgatib qo'yishadi. Lekin hozirdan nemis tilini oz-moz o'rganib tursangiz, keyin qiynalmaysiz. katta rahmat sizga. Kraftwagen Eschwindigkeit Scheinwerferen Odamni uxlatgani qo'yasanmi yo'qmi? Har kuni yarim kechasigacha chuldurlashing jonga tegdi. Nixsteron mir Dumkov Schweigen. Shuni ichingda o'qisang o'lib qolasanmi? Men pismiq emasman. Birovni so'ksam, ovoz chiqarib so'kaman. Hali sen meni nemischalab so'kayotgan ekansan-de. Shayton. Chaynagani ulbul narsang bormi? Chaynagani shimildirig'i ham yo'q. Ha juda bo'lmasa, suvda kartishkani qaynatib qo'ysang o'larmiding? Kecha oxirgi 6 ta kartishkani yeb tugatdik-ku. Ha unaqa bo'lsa bugun ochimizadan tirishib o'larkanmiz-da, Ha, xuddi shundoq. Ha, ochimizdan tirishib o'lamiz. Oxirgi paytda devonaga o'xshab Naimani ko'rmasam tura olmaydigan bo'lib qopman. Nuqul oldiga borgim kelaveradi. Shu bilan nima demoqchisan? Mashinangni berib tur. Borib ko'rib kelay, ertalab qaytaman. Minisi ushasa guvohnomangni ayirlasan. Undan xavotir olma. Guvohnomam 5-6 ta. To'xtatganiga bittadan berib ketaveraman. Tormoz ham yaxshi ishlamayapti. Bahona qilma, qizg'anchiq. Ertaga tuzataman. O'shanda ikkalamiz o'tib kelamiz. Biz ham xonimni sog'inganmiz. Yaxshilikcha ber kalitni. Baribir bermaganingga qo'ymayman. Haddingdan oshma bola. Ber. Bermaganingga qo'ymayman. Muttaham. Bo'pti, ertagacha. Zo'ravon. Ha mashinada giraman benzin yo'q. Pulim yo'ligini bilib ataylabdan gapiryapsan-a? Usha mana uni. Tam ko'chada qolib ketib, yig'lab yurmagin. Qaytganimdan keyin seni qaysi kasalxonadan qidiray? Tushunmadim. Ozgina chiqimdor bo'lsang, o'sha zahoti kasal bo'lib qolasan-ku. Achayon. Aziz, yo'l bo'lsin. Bemahalda qayerga ketyapsan? Shahraxonga borib kelay. Ertalab qaytaman. Hozir avtobuslar yurmaydi, kech bo'lib qoldi. Og'aynimning mashinasini oldim. O'shanda borib kelaman. Xo'p, yaxshi borib kelgin. Bo'pti. Afzalxon aka, assalomu alaykum. Men Azakali Bo'tavoyman. Yotoqxona qorovuli. Ha? Topshirish bo'yicha qo'ng'iroq qilyapman. Aziz Sharoxonga ketyapti o'rtog'ining mashinasida. Ha? Hozirgina chiqib ketdi. Xo'p, qulluq.
Alo? Ha, ochil ekan uyi. Nima? Qachon? Voy o'lmasam. Xo'p, hozir yetib boramiz. Oyi, turinglar, tog'am kasalxonaga tushib qopti. Ha, tezroq bo'linglar. Kraftwagen, motor, brems, stover, brief. Alahsirayapti shekilli. Alahsirayotganim yo'q. Kelinglar. Nemis tilini o'rganayotgandim. Voy xudoga shukr bolam, joning omon ekan, yuragimni yording. Kelguncha ne xayollarga bormadim. Xudoy tomon bo'ldim-u. Qo'rqmang amma. Hech narsa qilgani yo'q-u. Doktorlarni bilasiz-ku, vahimachi bo'lishadi. Tong saharlab sizlarni bezovda qilishibdi-da. Nega turibsizlar? O'tiringlar. Nima bo'ldi o'zi Azizbek? Asakadan kelayotgandim. Oldimdan lop etib traktor chiqib qoldi. Rulni burib olgan edim, ariqqa qarab kalla tashadim. Menga hech narsa qilgani yo'q. Peshonam ozgina lat yedi. Mashinamga baloyam urmadi. Allohga shukronalar ayting. Osongina qutulibsiz. Aziz shu yerda ekan? Shu yerda kiravering. Alo? Assalomu alaykum, kene. Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Tog'am kasalxonaga tushib qoluvdi. Yo'q, vahima qilmang, hech narsa bo'lgani yo'q. Bosh salla deyapti. Kelsangiz o'zingiz ko'rasiz. Xo'p, aeroportda o'zimiz kutib olamiz. Ishni rasvo qilibsan-u. Chittak. Nega rasvo qilar ekanman? Avariyaga uchratdimi o'sha azizingizni? Qanaqa avariya? Kasalxonaga qo'ng'iroq qildim. Bolayam urmabdi zang'arga. O'zi yepchil ekan. Yo'lini to'sgandim, ariqqa burib yubordi. Men senga yo'lni to'sgin deganmidim. Traktor bilan urib, mashinasini pachoq qilgin demaganmidim. Uzr aka. Pachoq qilgani yuragim dov bermadi. Bunaqa ishlar qo'limdan kelmas ekan. Qo'lingdan kelmasa, nima qilarding rozi bo'lib? O'shanda noyob mol kelgan. Pul juda zarur bo'lib turgandi. Shuning uchun ko'na qolgandim. Tullak. Hali meni pulimni aylantirib, foyda qilib yotibman degin. Hozirroq qaytaranmasini. Xafa bo'lmay aka. Bir galchalik shunaqa bo'lib qoldi. Mana omonatingiz. Ay bozimda. Sen so'takka ishonib, chiqimdor bo'ldim. Nega endi chiqimdor bo'lar ekansiz? Pulingizni to'laligicha qaytaryapman. Aziz yo'lga chiqishi bilan menga xabar beradigan odam yollab qo'ygandim yotoqxonasidan. Nima? Sening u tekinga ishlaydimi? O'sha bo'lmasa sen qayoqdan bilarding Aziz Shahrixonga kelayotganini? Ha. Ishni pish qilar ekansiz. Afzalxon aka, hamma otalar ham o'z bolasiga yaxshi kelin qidiradi. Niyatingizga yeting iloyim. Lekin o'g'lingiz Amerikada o'qiydi. Qaytsa bu yerdagi qizlarning nazariga ilarmikin, bilmadim. Qolaversa siz chet elni molini yaxshi ko'rasiz. Ust-boshingiz, mashinangiz ham o'shalarniki. Balki kelinni ham importnisini olarsizlar, ha? Olsak olaveramiz. Sendan so'rab o'tirarmidik? Yalanga yo'q. Hada boyota mendan so'rab o'tiramidinglar? Diqqat! 671-reys bilan uchuvchi Toshkent-Andijon samolyoti aeroportimizga qo'ndi. Tiraymi?
Voy, vahima qilmang, soppa sog'. O'zi ham bizdan birga chiqqan. Hu, ana qarab turibdi. Bashirga qursin bola bo'bi. Endi tavbaga tayingandirsan. Mashinaga yaqinlashmagin desam, gapimni pisand qilmasding. Mana oqibati. Men bir narsani bilmasdan gapirmayman. Aziz aka, ikkinchi mashinaga yaqinlashmayman deb oyizlarga so'z bering. Voy, siz ham shu yerdamisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Norpolvon, yomg'irdan qutulib, qorga tutilaman shekilli. Ha endi o'zing pishirgan oshni o'zing yeysan-da. Shunaqa, oyi. Tanlov komissiyasidan o'tdim. Germaniyaga 6 oy o'qishga jo'natishyapti. Yana mashina haydamoqchimisan? Yo'q. Yangi mashinalarni yasaydigan muhandis bo'lib qaytaman. Shunaqa ekan, qizikiga borib, unashtirib kelsangiz, ko'nglim xotirjam tinch bo'lib ketardim. Borganim bo'lsin. Albatta boraman. Menga qara. Menikiga avvalroq jo'natsam bo'lar ekan. Binoyday pishup puxta bola bo'lib qolsin. Odam o'z aravasini o'zi tortsa pishiq puxta bo'lar ekan. Soqoli oqarguncha ota-onasini etagidan chiqmaydiganlar landavurligicha qolaverar ekan. Tog'a, endi mashinani tuzata olarmiz. Asaka zavodda o'qiyotgan bo'lsangiz, mashinalarni miridan sirigacha bilib olgandirsiz, ha? Birinchidan, zavodda o'qitishmaydi. O'tda malaka oshirishadi. Ikkinchidan, sen meni nimaga laqillatding? Qachon? O'shanda, Asakaga ketishimdan oldin. Nima deb sizni laqillatibman? Paxtakoringiz Samarqandda yutdi degan kim? Yolg'onchi? O'shanda juda ham xunobingiz oshib turgan ekan. Sal ko'nglingiz ko'tarilarmikin dedim-da. Tasalli beradiganlarni yomon ko'raman. Menga rost gap kerak. Bo'pti. Tumshug'ingni osiltirma. Domkratni joyiga qo'y. Mashina tuzaldi! Axiyrat tuzatdik! Menga bering. Voy bu. Oyi, na muncha savatlarni ko'paytirib yubordinglar. Bo'y uchaligan mev bilan-da. Ha, don taratib to'qmagan nomard. Nima balo? Sizga ham ammamdan katta ketish yuqdimi deyman, ha? Bel baqvatda o'g'lim, bel baqvat. Menga qara. Keyinroq aytmoqchi edim-u, lekin hozir aytmasam yuragimga sig'maydi. Dadangning hujjatlarini ichidan mana bu chiqib qoldi. Seni nomingga pul qo'yib ketgan ekanlar. 10 yil ichidan 1 million bo'pti. Yo'q-e. Ha? Voy dadasi, bitta duo bering endi. Qani ilohi amin. Alloh yo'llaringizni bersin. Bir borganda oqlik bilan qaytinglar. Allohu akbar. Jiyan. Endi tog'ang bilan o'ylashib gaplashasan. Nimaga endi? Nimaga desang? Tog'angni do'ppisi yerga tushib ketsa, o'zi engashib olmaydi. 1000 so'm pul berib bo'lsa ham birovga oldiradi. Tog'ajon, labay. Unda do'ppingizni kuniga 20-30 marta tushiravering. O'zim olib beraveraman. Robba seni.
O jiyan. Endi tog'ang bilan o'ylashib gaplashasan. Nimaga endi? Nimaga desang? Tog'angni do'ppisi yerga tushib ketsa, o'zi engashib olmaydi. 1000 so'm pul berib bo'lsa ham birovga oldiradi. Tog'ajon, Labay. unda do'ppingizni kuniga 20-30 marta tushiravering. O'zim olib beraveraman. Yo'q, seni.